Xuddi o'shandan ekan. Instagramda bitta video ko'rib qoldim. O't o'chirgichimiz ishlamayapti. Obmanka ekan degan videoni ko'rib qoldim. O'shaning uchun o'zim mashinamdagi yaqinda sotib olgan o't o'chirgichimizni sinab ko'ramiz. Og'irgina. Bu unaqa emas deb umid qilaman. Hali plombalar ochilmagan. O'shandan ekan. Bu hech qanaqa olov o'chirmaydi. Aldanib qolmanglar. Ichida lekin nimadir bor. Qanaqadir tuproq solib qo'yganga o'xshaydi. Mana qaysi idishdan chiqqanini ham ko'rsataman. Ehtiyot bo'linglar, mana shunaqa soxta narsalarga aldanib qolmanglar. Videoni o't o'chiruvchi bor, tanishlaringga yuborib qo'yinglar.